Kerak narsalarni oldim, bemalol tug'ruqxonaga boraversak bo'ladi. Ikkinchi farzandingizga radom sumkaga qilayotgan edingiz. Assalomu alaykum. Birinchi farzandimga Radomga tayyorgarlik siz uchun nimasi bilan qiyin edi? nimalar kerakli, ayni masalan asosiy kerak narsalar bo'ladi. Boshqa joylarga borsa kerak emas narsalarni ham qo'shib yuborish mumkin. Bu yerda qizlar juda zo'r konsultatsiya qilib berishdi. Hamma narsani sifatiga qarab, narxiga qarab, odam o'zining sharoitiga qarab tanlab chiroyli qilib berishdi. Fogiga kirganda nimasi sizga yengillik berdi? Har bir mahsulotning bo'limlari alohida chiroyli joylashganligi, hamma narsa aralash-quralash emas, tartib bilan joylashtirgan. Mana shu narsalar va sotuvchilarning muomalalari juda chiroyli. Bu yerda xarid qilgandan keyin o'zingizni hozir qanday his qilyapsiz? Hozir sal yengillashdim. 1-2 oydan beri faqat xayolimda shu masalalar edi. Hozir yaxshi, kerak narsalarni oldim, bemalol tug'ruqxonaga boraversak bo'ladi. Qaysi onalarga aynan fogini tavsiya qilgan bo'lar edingiz? Farzandiga sifatli narsalarni, buyumlarni, mahsulotlarni ravo ko'radigan onalarga tavsiya qiladim. Bugungi xaridingizdan mamnunmisiz? Juda ham mamnunman. Juda ko'p sovg'alar bo'ldi. Yakkasan Junis brendidan va 990 mingdan oshgan xaridim uchun mana shunday chiroyli gnezdolar sovg'a qilishdi. Kattakon rahmat va 70 minglik vaucherlar ham. Keyingi farzandlaringizga ham Fogi tanlagan bo'larmidingiz? Inshaalloh Fogi do'koni hammaga tavsiya qilaman. Keyingilarida ham va farzandimni katta qilish davomida ham mana shu Fogi do'koni tanlab qolaman. Rahmat.